Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanun layihisi ma'qullandı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilishicha Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanun layihisi Amerika Avam Palatasida mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan ma'qullandı. 14-may Kengash Palatasida ma'qullangan Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanun layihisi 27-may kuni Avam Palatasi tarafidan ma'qullandı. Amerika-Xitoy diplomatik munosabati Xitoy virusi va Hong Kongga markazlashgan bir paytda Uyghur Kişilik Hukuk Siyaseti Kanunining ma'qullanishi Amerika parlamentining Xitoy Sharqi Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquq dafsandachiligiga yana bir qatim ig'ir zarb berganligi bo'lib hisoblandi. Bu qonun loyihasi 413 ovozning qo'llashi bilan ma'qullangan. Qarshi bilet tashlagan birdan bir kishi Kentakkidan kelgan Cumhuriyetchilar partiyasining Avam palata a'zosi Thomas Massi bo'lib, o'tgan yili 12-oyda Avam palatasi tunji qatim mazkur qonun loyihasiga bilet tashlagandimi, birdan bir qarshi bilet tashlagan. Növbette bu qonun loyihasi Prezident Trump tarafidan tasdiqlangandan keyin kuchga ega bo'ladi. Bu haqda Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim mundaq dedi. Bugun partiya hal qilgan qo'llash bilan Amerika parlamenti Xitoyning Uyg'ur kishilik huquqiga daxli taruz qilganligiga qarshi turish yo'lida muhim qadam tashildi. U so'zini davomlashtirib, Xitoyning Uyg'urlarga qilgan rahimsiz qilmishi butkul dunyoning g'azabini qo'zg'adi. Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlar rahimsizlarcha zulmga duch kelmoqda. Xitoy rayonda yerlik millatlarning kishilik huquqiga daxli taruz qildigan keng ko'lamli kuzatish uskunlari va soqchi sistemasi o'rinlashtirdi. 1 milliondan ortiq odamni keng ko'lamda turmaga soldi. Begunoh kishilarga tan jazosi berilmoqda. Ular yemaklik va davolashdan mahrum qoldi. Xitoyning bostirish siyosatining ta'siriga uchragan kishilarning soni biz bilgandan ko'p bo'lishi mumkin. Xitoy majburiy tug'mas qilish va boshqa shakldagi qiynashlar, sud sirtida o'lim jazosi ijro qilish va haqiqatni oshkorlashga jur'at qilgan jurnalistlarni qo'rqitish va bostirish siyosatini yurgizyotdi. Avam palata a'zosi Chris Sims, Amerika parlamentining birlashma raisi Tom Lantos, kishilik huquq komitetining birlashma raisi Xitoy kishilik huquq masalasida doim so'z qildigan Rene Jemo bilet tashlashdan ilgari qilgan so'zida Xitoydagi kishilik huquq masalasida Amerika sukut qilmaydi. Xitoy doiralari dastlabda keng ko'lamli tutib turish lagerlarining mavjudligini inkor qildi. Ular hozirmi ularni kasbiy tarbiyalash markazi qilib ko'rsatishga tirishyapti. Xitoy Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik musulmonlarning madaniyati va dinini majburiy o'zgartirishga urinmoqda. Hamda bundaq nishon uchun rahimsiz plan tuzdi. Xi Jinping butkul Uyg'ur xalqini qirg'in qilyapti va yo'qityapti. U irqiy qirg'inchilikqa rahbarlik qilyapti deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasiga asosan prezident bu qonun yo'lga qo'yilgandan keyingi 180 kun ichida parlamentga dokument sunishi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning kishilik huquqiga daxli taruz qilgan Xitoy Kommunist partiya amaldorlarining tizimligini ta'minlashi hamda tizimlikdagi kishilarga jazo berishi kerak ekan. Xitoy amaldorlariga yurgiziladigan jazoning turlari mol mulkini to'nglatish, chegaradan kirishni cheklash va viza bekor qilishni o'z ichiga oladi. Buningdan boshqa bu qonun loyihasi yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu qonun yo'lga qo'yilgan kundan boshlab 180 kun ichida boshqa munosabatlik federatsiya hukumatlari va fuqarolar jamiyati bilan bo'lgan hamkorlikni muzokara qilib, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligi to'g'risidagi dokumentni parlamentga sunishi talab qilindi. Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Cumhuriyetchilar partiyasining a'zosi Makkal, biz Xitoy kompartiyasining bu bir avlod kishilarning eng chong iqtisodiy va davlat bexatarlik tahdidi ekanligini tunib yetishimiz kerak. Biz bu tahdidga mayli Cumhuriyetchilar partiyasi yoki Demokrat partiyasi bo'lishidan qat'iy nazar, barliq Amerikaliklar bilan birga taqobil turishimiz kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Washingtonning hozirgi qutblashgan siyosiy kayfiyatida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni Cumhuriyetchilar partiyasi va Demokratlar partiya a'zolarining keng olqishiga erishgan. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni loyihasini Avam palatasi ma'qullagandan keyin Kengash palatasi Tashqi ishlar komitetidagi ikki partiyaning a'zolari va ikki partiyaning bir qancha a'zosi darhol birlashim bayonot e'lon qilib, ikki partiya qo'llagan bu qonun loyihasi Xitoyning Sharqi Turkistonda keng tarqalgan va qo'rqinchli kishilik huquq dafsandachiligiga zarba beradi. Bu Xitoyga qarshi turishdagi muhim qadam deganlarni bildirgan. Amerika parlamenti va ma'muriy boshqarish komiteti va Demokratlar partiyasining raisi Avam palata a'zosi McGovern, "Men prezidentni bu qonun loyihasiga baldirroq imzo qo'yib, tezdan tadbir qo'llanib,
keng ko'lamlik tutib turish, nazorat qilish va majburiy emgakka chetishlik Xitoy amaldorlari va shirkatlarini jazolashga chaqiraman dedi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar Nuriy Turkalni tabrikladi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti o'zlarining yangi qabul qilingan komissarlarining birining Amerikadagi Uyg'urlardan tayinlanganligini e'lon qilishi texi yaqinda Amerika Kengash palatasining Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini ma'qullashidan keyingi yana bir xo'shallik sifatida muhojiratga Uyg'urlarga tezdan tarqalgan xabar bo'ldi. Bu qatim Amerika hukumatidagi 3-nomerlik arbob Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim bevosita ismini atab bu o'ringa tayinlagan Uyg'ur komissar Washington shahridagi advokat Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti idora hay'atining raisi Nuriy Turkal apandi bo'ldi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot raislari va jamoat arboblari orqa-orqadan uning bu vazifaga tayinlanganligini tabrikladi va uning bundan keyingi xizmatiga muvaffaqiyat tiladi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti tarkibida odatda 6 kishilik komissarlar hay'ati bo'lib, komissarlar nomzodi shaxslarning iltimos qilishi bilan emas, aksiga Amerika prezidenti yoki palata raislarining nomzod ko'rsatishi bilan bekitiladi. Ko'rsatilgan nomzod Amerika Davlat Majlisida muzokaraga qo'yilgandan keyin 2 yillik muddat bilan xizmatga tushadi. Amerika Avam palatasining 22-maydagi yig'in xotirasida Nuriy Turkalning sobiq komissar Tenzin Dorjining o'rniga saplanganligi bu qitimqi komissarlik muddatining 2 yil bo'lganligi aytiladi. Nuriy Turkal apandi bu munosabat bilan ifoda bildirib, o'zining komissarlikqa belgilanish jarayonini bakmu tez qabul qilingan bir qitimlik qaror deb qaraydiganligini bildirdi. Nuriy Turkalning bildirishicha, uning bundan keyingi xizmati komissarlik salohiyatida Amerika diplomatiya sohasi bo'yicha davom qilsa-mu, u nuqul Uyg'urlarga yoki boshqa biror millatga mas'ul komissar emas ekan. Aksicha u ma'lum bir davlatga yoki Sharqiy Osiyo, O'rta Sharq degandek ma'lum bir rayonni asos qilgan holda boshqa qo'shimcha rayonlarga mas'ul bo'ladigan komissar bo'lib, shu davlat yoki rayondagi diniy e'tiqod erkinligining oyoq osti bo'lishi haqida munosabatlik davlat hukumatlariga naq maydon tekshirishi haqida talab yo'llash, naq maydon tekshirishi jarayonida bayqalgan masalalarni Amerika hukumati va davlat majlisi bilan muzokara qilish uning muhim xizmatlaridan bo'lib qoladi ekan. Jumladan bundan keyingi xizmat ehtiyoji uchun Amerika hukumatidan Nuriy Turkalga beriladigan hamda odatdagi pasportlarda bo'lmaydigan ko'plagan imtiyozlarga ega diplomatiya pasportimi uning bu jihatlardagi xizmatiga qulaylik yaratishni ko'zlagan ekan. Nuriy Turkal suhbat jarayonida bu haqda ma'lumot berdi. Nuriy Turkalning bundoq bir o'ringa xizmatga tushishi uning bilan birlikda Uyg'urlar haqida so'z qilib kelayotgan kishilarni xushal qildi. Georgetown Universitetining professori Uyg'urshunos James Milward bu haqda so'z qilib, Nuriy Turkalning yangi xizmatining yangi uftuqlarga erishishiga to'liq ishonchi borligini bildirdi. Washington shahridagi donliq Hudson aqllar markazining oliy tadqiqotchisi Erik Brown Nuriy Turkalning bu qatimqi yangi vazifasidan bakmo xushal bo'lganligini, Uyg'urlarning islom e'tiqodi Xitoy rejimining ularni bostirishidagi asosiy bahona bo'layotgan mushundaq bir paytda buning mayli Uyg'urlar uchun bo'lsin yoki Xitoy rejimi uchun bo'lsin ko'p qirliq ma'nolarga ega ekanligini bildirdi. Erkinlik saroyining tadqiqotchisi Sarah Cook xonim buni bakmo joyida bo'lgan bir qatimliq vazifaga tayinlash deb qaraydiganligini alohida ta'kidladi va Uyg'urlardagi diniy e'tiqod haqlari ig'ir dafsanda qilinayotgan bir paytda bu komitetga bir Uyg'urning komissar bo'lishi ularning xizmatiga yangi mazmunlarni qo'shqisi. Yana bir yoqdan bu Xitoy rejimi uchunmi bir oshkora signal. Ularning xolig'ini qildigan ishning yo'qligi haqida ularga berilgan bir oshkora simvollik xitob deganlarni bildirdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Tony Perkins apandi Nuriy Turkalning komissarlik vazifasi haqida 26 may kuni tarqatilgan uqtirishda o'zining umidvorligini to'liq ifodaladi. U bu haqda Nuriy Turkal ko'p taraflama tajribaga ega bir advokat va kishilik huquq himoyachisi bo'lish sifati bilan komitetimizning xizmatlari uchun bir qimmatlik boyliqdir. Chunki komissarlar har qachon qo'lma-qo'l dunyo miqyosidagi e'tiqod haqlari sohasidagi erkinlik masalasini nazorat qilib turadi. Komissarlarni bo'lsa odatda Amerika prezidenti va davlat majlisi rahbarlari vazifaga tayinlaydi. Komitetimizning vazifasi bo'lsa diniy e'tiqod erkinligi dafsandachiligi haqidagi paketlarga qarab chiqish, Amerika prezidenti, tashqi ishlar ministri va davlat majlisiga munosabatlik siyosatlar haqida taklif va fikr berishdir. Nuriy Turkal oxirida o'zining Amerika hukumati bo'libmi Nancy Pelosi xonimning umidini yerda qo'ymay, qo'lidan kelishicha yangi xizmatida yangi natijalarni yoritish orzusida ekanligini bildirdi. Xitoy Tayvanga tahdid solmoqda. Germaniya ovozining 27 may bergan xabarda bildirilishicha, Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoshi Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilib,
Xitoyning keyingi qadamda Tayvanga qarshi qurol kuchi ishlatilishi mumkin ekanligini bildirdi. Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Jiaoshi 27-sida Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: Xitoy xalqaro jamiyatning virusga qarshi turish aldirashchiligidan foydalanib, davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasini o'tirg'a chiqardi. Keyingi qadamda Tayvanga qarshi kuch ishlatilishi mumkin degan. Buningga javoban prezident Tsai Ing-wen ministrlardan oldin hukm inkos qaytarishni kuchaytirishni talab qilgan. Xabarga qaraganda Wu Jiaoshi 27-sida Dajong xabarlarining ziyoratini qabul qilib mundaq degan: Xitoy dunyoning virus yuqumiga taqobil turish bilan aldirash bo'lib ketgan fursatdan foydalanib, Hong Kongda davlat she'riy qonuni va davlat bexatarlik qonunini tashviq qildi. Bu ahvoldan qaraganda Xitoy keyingi qadamda Tayvanga qarshi kuch ishlatishi mumkin. Tayvan xalqaroning qo'llashiga erishib va davlat mudofaasini mustahkamlab, Xitoyni to'sish uchun tirishidi. Ma'lum bo'lishicha, Tsai Ing-wen Wu Jiaoshining so'ziga javob berib, hozirgi ahvol Tayvanga yuqori darajada sezgur bo'lishni talab qilganligini, bu bosqichda hukumat munosabatlik o'rinlardan butkul vaziyatning taraqqiyotiga diqqat qilishini talab qilgan. Xitoy Kompartiyasi butun kuchi bilan islomning izini yo'qotishga tirishmoqda. Zimiston to'rining 27-maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda islomga qarshi ijroatlarini muvaffaqiyatli yurgizib, keyingi bosqichda Xitoy o'lkalarida masjidlarning islom belgilarini elib o'tgan. Xitoy bu yil 18 mart Henan o'lkasi Jingju iqtisodiy taraqqiyot rayonidagi Gumajuang masjidini islom dinini xitoylashtirish razil plani doirasi ichida masjidning barliq tashqi ko'rinishini Xitoy uslubiga o'zgartib o'tgan. Aslida Xitoy diniy ishlar idorasi o'tgan yil 6-oyda uqtirish qilib, masjidning gumbaz va hilal oy belgisini elib o'tishni talab qilgan. Yerlik musulmonlar doirlarning o'zgartishini talab qilish buyrug'ini qabul qilishni xohlamagan. Xitoy diniy ishlar idorasi ularni partiyaning buyrug'ini anglamagan va partiyaga agashmagan deb ayblagan. O'tgan yili noyabrda maxsus odam tashkillab masjid ustidagi gumbaz va hilal oy belgisini majburiy elib o'tgan. Hatto masjidning o'g'isini Xitoy madaniyat uslubiga o'zgartib yasagan. Shu yerdagi bir masjid hay'ati muxbirga bizda bir partiya tuzumi bor. Xi Jinping hamma ishni bir qo'lliq kontrol qilyotdi. Masjid chiqishga buyurilgan odamlar buyruq bo'yicha ish qilmasa jazolandi va ishdan bo'shatildi. Hilal oy hamda yulduz bizning e'tiqodimizning simvoli. Hozir biz uning chiqib o'tilishiga qarab turib gunohkor bo'ldik. Men uni deyishga jur'at qila olmayman. Kishilarning uni yirtib chiqishi haqiqatan azobli bir ko'rinish. İlgirki kunlarda mashinamizga asadigan maxsus musulmonlarga mulozimat qiladigan mashina degan belgini elib o'tishga majburladi. Mashinada masjid, musulmon degan xat va belgilarni qo'yishga ruxsat qilinmaydi. U yana muxbirga Xitoy Jingjuda 2019-yili kam deganda 50 masjidning islom belgisini chiqib o'tganligini, hatto masjiddagi islom belgilarini o'zgartirishga Xitoy hech qanday chiqim qilmay, musulmonlarni chiqim qilishga majbur qilganligini oshkorladi. Jinshui rayonidagi Nejuang masjid imomining oshkorlashicha, mazkur masjidni Xitoy uslubiga o'zgartirish qurilishiga 2 million yuanga yaqin pul ketgan. O'tgan yili noyabrda masjidning munori o'zgartirilgan va hilal oy belgisi chiqib o'tilib, bu masjid hozir Xitoyning butxonasiga o'xshab qolgan. Xitoyning urush tayyorligi elib berayotganligi ilgari surilmoqda. Amerikada chiqadigan xabarlar haftaligi Newsweek to'rining xabariga asoslanganda, Xitoyning bu yil harbiy ishlarga ajratgan selinmasi 178 milliard dollarga yetgan. Xitoy hukumat taratqullarining xabariga qaraganda, Xi Jinping Xitoy armiyasi va Xitoy qurolli soqchi qismlarining vakillari yig'iniga qatnashganda, Xitoyning 2020-yillik davlat mudofaasi va qurolli kuchlarni kuchaytirish nishoni ham vazifasini amalga oshirishni alohida ta'kidlagan. Oldingi hafta Xitoy davlat hamkoratining tafsilotlarini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy virusi elib kelgan iqtisodiy ziyonga qaramay, Xitoyning harbiy xarajatining 2019-yili yanada 6,6% oshganligi ko'rsatilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xi Jinping virusning davlat bexatarligiga cho'nqur ta'sir ko'rsatishidan andisha qilayotganligi, shunga harbiylarning yangi mashq usullariga diqqat qilishi kerakligi va qurolli jangga tayyorlik qilish salmoqini oshirishni ta'kidlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning virusni kontrol qilishni bahona qilib, Hong Kong, Sharq Turkiston, Hindiston chegarasi va boshqa sezgur rayonlarga qarata urush qilishga hozirlik qilayotganligini ilgari surishmoqda. Huawei'ning xo'jayini qaytadan sudga tortildi. Xitoy telegraf magnati Huawei'ning xo'jayinining qizi va shirkatning pul muomala ishlari direktori Meng Wanzhou Kanadada qaytadan sudga tortildi.
Tünügün 27 may Kanadaning Vancouver shahrida ochilgan sudda Ming Wanzhouning Amerikaga qaytirib berilish delosining davomlashtirilishi tariqasida qaror chiqarildi. Sudya Heather Holmes Ming Wanzhou sodir qilganligi ilgari surilgan jinoyatning aldamchilik ekanligini, Kanadada Amerika va Ironga o'xshash iqtisodiy jazoning yo'qligini, biroq bu ahvolning Kanadada o'xshash jinoyat sodir qilganlarning sudlanishiga to'salg'i bo'la olmaydiganligini qayd qildi. Huawei'ning xo'jayini Ren Zhengfei'ning qizi va shirkatning moliya ishlari direktori Ming Wanzhou 2018 yili 1-dekabr kuni Amerikaning Ironga qaratgan embargolariga xiloflik qilish jinoyati bilan ayblanib, Kanadaning Vancouver shahrida qo'lga olingan edi. U da 3 kun davomlashgan kepillik suddan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmiy qaytirib berish talabi kutilayotganda Ming Wanzhouning 10 million Kanada dollari kepillik badaliga shartlik qo'yib berilishi to'g'riliq hukm chiqarilgan edi. Buningga asosan Xitoy tashqi ishlar ministrligi Ming Wanzhouni qo'lga olgan Kanadani kishilik huquqni dafsanda qilish bilan ayblagan va Ming Wanzhouning darhol qo'yib berilishini talab qilgan edi. Ming Wanzhou qo'lga olingandan keyin Xitoy Kanadalik sobiq diplomat Michael Kovrig bilan korxonachi Michael Spawerni Xitoyning bexatarligini xavfga duchor qilgan faoliyatlarni elib berish bilan ayblab tutqun qilgan. 2016 yili 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan yana bir Kanada fuqarosi Robert Sekellenbergni qaytadan sudlab o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Hong Kong parlamenti oldida namoyish o'tkazildi. Hong Kong parlamenti oldida Xitoy marshini haqorat qilganlarni jazolash uchun sunilgan qonun loyihasiga qarshi namoyish o'tkazildi. Hong Kong soqchilari yosh oqquzish bombasi etib namoyishchilarni tarqitib etishga urindi. Tanqidchilar Xitoy davlat marshiga munosabatli qonun loyihasining Hong Kongdagi fikr erkinligiga berilgan zarba deb qaramoqda. Beijing rejimi bo'lsa qarorning vatanparvarlik ruhi va davlatning sotsialistik ma'naviy qimmat boyliqlarini taraqqiy qildiradiganligini ilgari surmoqda. Qonun loyihasi bo'yicha marshga haqorat qilganlarga 6450 dollargacha jarimani qo'yiladi. Beijing rejimi 2017 yil noyabrda davlat milliy marshiga haqorat qilganlar va kamsitish xarakterlik harakatlarda bo'lganlarni 15 kungacha tutib turish yoki 1 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi berish va siyosiy huquqidan mahrum qilish jazolarini berishni talab qilgan qonun loyihasini qabul qilgan edi. Hong Kong bilan Makao avminda ijro qilish qaror qilingan qonun loyihasi futbol havaskorlari Hong Kongda chet el futbol komandalari bilan o'tkazilgan bir qatimliq musobaqada Xitoy davlat marshi o'qilganda mazoq qilib to'g'ligandan keyin chiqarilgan edi. Turkiyadagi mashhur diniy olim Ihson Shanojaq Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqirdi. Turkiyadagi ilm irfon vaqfi raisi diniy olim da'vatchi Ihson Shanojaq Ro'za Hayit munosabati bilan tarqatgan YouTube kanalidagi Naq maydon programmasida Uyg'urlar masalasi to'g'risida to'xtaldi va turklarni Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishga ham Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqiriq qildi. Mashhur diniy olim da'vatchi Ihson Shanojaq 5-oyning 25 kuni, ya'ni Ro'za Hayitning 2-kuni kashda o'zining 234 ming agashuvchisi bo'lgan YouTube kanalidagi Sharq Turkiston da'vosi degan temadagi Naq maydon programmasida Uyg'urlar to'g'risida so'z qildi. Mazkur programma Naq maydondan bevosita tarqatildi. Nurg'ulg'an kishilar Naq maydondan agishib ko'rdi va har xil fikr inkos yozib, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini va Xitoyga bo'lgan noroziliklarini ifodalashdi. Ihson Shanojaq apandi Uyg'urlarning umumiy ahvoli to'g'risida to'xtalish bilan birga Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar to'g'risida to'xtaldi va Uyg'urlarning Xitoy rejimi tomonidan qayta tarbiyalash markazi deb atalgan zindonga qamalganligini ta'kidladi. U Uyg'urlarning lagerda har xil iskanja qiyin qistoqqa elinayotganligini bildirib, Uyg'urlar Allohu akbar deganligi, Uyg'urlarning musulmon bo'lganligi, islom ummatining bir parchasi bo'lganligi uchun Xitoylar ularga jinoyatchi deb qaradi. Shuning uchun ularga zulm qilinayotdi, qiyin qistoqqa elinayotdi dedi. Ihson Shanojaq apandi turklarga xitob qilib, qarindoshlarim, Uyg'urlar uchun hech ish qilib beralmasanglarmi, bu zulmni dunyoga anglatayli. Biroq u yerdagi nohaqchilikni, jinoyatni va qirg'inchilikni dunyoga anglatishga ojiz kelyapmiz dedi. U so'zda yana Sharq Turkistonning ahamiyati to'g'risida to'xtaldi va bu joy ming yillardan buyon islomning yiqilmagan qal'asi bo'lib keldi dedi. U so'zi oxirida turklarni Xitoy mollarini boyqut qilishga chaqiriq qilib, bu yerda cho'ng bir zulm bo'layotdi. Xitoy milni setib olib, u zulmga dastak bo'lmanglar. Azroq foydin deb mazlum qarindoshlarimizni zolim Xitoyning qo'liga tashlab qo'ymayli. Hech bo'lmaganda iqtisodiy jihatda Xitoyga zarba berish uchun yerlik mallarni iste'mol qilish safarbarligiga boshiltib, Sharq Turkiston uchun Xitoy mallarini boyqut qilayli. Ular uchun kechalari duo qilayli.
bu zulmni to'xtataylik. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga, o'quvchilarga imkoniyatning yetishicha ega chiqaylik. Sharq Turkiston o'limalar birligiga yordam qilaylik. Gazet jurnallarning ovozini anglataylik. Hech kimdan qo'rqmaylik. Jonni Alloh berdi, yana jonni olg'uchi u Allohdir. Shuning uchun hech kimdan qo'rqmayli deganlarni bildirdi. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 27 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 24 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 21043 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1035 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 159797 ga yetganligini, bir kun ichida 34 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4431 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1286 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 723 bemorning kasalining og'ir ekanligini, salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni uzluksiz o'rlaganligini, kasali og'ir bemorlarning sonining davomli tushayotganligini, birdek kuchli tadbirlarni yo'l qo'yish kerakligini, yangi hayotning kontrolli hayot bo'lishini, ammo xalq birdek tadbirni qo'ldan bermasligi kerakligini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.